Mirza Muhammad Haydar Koragani Ataqlıq tarixçi, şair, qalamda va alamda tangli pishqan Mirza Muhammad Haydar Koragan milodiya 13-asrning boshlaridan tortib Manglayso'yar rayoni, ya'ni Tarim vodisiga hukmronlik qilgan Do'g'lat qabilasidan bo'lib, milodiya 1499-yili kash kuzda Ulug' Mo'g'uliston xonligining poytaxti Toshkent shahrida dunyoga kelgan. Mirza Haydar ota-onasining necha pushtig'icha hammasi xonlarning navri tuqqanlaridan ekanligini aytib kelib, nasabini Do'g'lat amiri Po'lojig'icha surgan. Mirza Muhammad Haydar Bobur shohning va Said xonlar bilan bir navri tuqqanlardan edi. 1508-yili Mirza Haydar 9 yoshga kirganda uning dadisi Shayboni xonning suiqasdi bilan Hirotda o'ldirilgan. Ayni vaqtda Mirza Haydar Buxoroda hadisining yenida edi. Shayboni xon Mirza Haydarning ota-onasi va qarindoshlarining mutlaq ko'p qismini o'ldirish bilan qolmay, Mirza Haydarni o'ldirish suiqasdini planlaganda, Mirza Haydar dadisining yaqinlarining yordamida Badaxshonning Zafar qal'asiga berib, yana bir akisi Mirzaxon huzurida panohlangan. Milodiya 1509-yili yozda u Bobur shoh tarafidan Kabulga chaqirib elingan va Bobur shohning otalarcha g'amxo'rligiga erishgan. 1510-yili 12-oyda zolim Shayboni xon Şah İsmail tarafidan o'ldirilgandan keyin u Bobur shohning Mavaraun Nahirga Shayboni xonning qoldiq kuchlariga qarshi elib borgan muhim harbiy yurishlariga qatnashgan. Ayni chog'da Sultan Said xon Anjonda taxtga chiqib, Mirza Haydarning o'z hadisini nikohiga olgan edi. Milodiya 1512-yili Mirza Haydarmo Anjonga berib Sultan Said xonning xizmatiga kirgan. Milodiya 1513-yili Sultan Said xon o'z singlisini Mirza Haydarga nikohlab berib, ko'raganlik o'rniga ko'tirgan. Mirza Haydar Koragan 24 yoshidan boshlab harbiy ishlarga aralashgan va qo'shin qo'mondoni sifatida harbiy yurishlarga ishtirok qilgan. Milodiya 1530-yili Sultan Said xon bilan birga Badaxshonga yurish qilganda u oldin yurar qismning qo'mondoni bo'lgan. Milodiya 1532-yili 7-oyda Sultan Said xon Tibetga g'azot urushi uchun otlanganda Mirza Haydar qo'shin qo'mondoni bo'lib, Tibetga oldi bilan yurish qilgan. Bu jarayonda u orqa-orqadan g'alabalik yurishlarni qilib, Tibetning bir qism joylarini va Kashmirni ishg'ol qilgan. Sultan Said xon Mirza Muhammad Haydarning bu tuhfasini yuqori baholab, uni butun qo'shinning bosh qo'mondoni qilib belgilagan hamda uningga Orsan, ya'ni Lasani ishg'ol qilishni buyurgan. Sultan Said xon shu qitim Ladakhdin Yakanga qaytish safarida olamdan o'tgandan keyin Mirza Haydar yomon niyatli kishilarning tuhmati bilan yangidan taxtga chiqqan Sultan Abdurashid xonga yomon ko'rinib qilib, amalsiz Tibetdan Badaxshonga ketdi. Mirza Haydar qishni Badaxshonda o'tkazib, 1534-yili atiyozda hozirgi Hindistonda hokimiyat yurgizayotgan Boburning o'g'li Humayunning inisi Kamron Mirzaning qishig'i berib, Kamron Mirza qo'shiniga boshchilik qilib, Afg'on isyonchilarini bostirdi. Milodiya 1539-yili u Humayunning qishig'i qaytib keldi va Humayunning topshiriqi bo'yicha Kashmirni yana bir ishg'ol qilib, u yerning yagona hukmroni bo'ldi. Milodiya 1551-yili 25-yanvar Mirza Haydar Jarum daryosi vodisidagi Baramula degan joydagi jangda o'z qo'shinlari orasiga suqunib kirib olgan tog'liq isyonchilarning biri otgan zaharlik o'qiya o'qi bilan qazo topdi. Natijada Kashmir tavasi malmallashib ketdi.
Səbdaşları onun cəsidini Qarqurum tağları arqılıq Səidiyə xanlığının paytaxtı Yəkəngə ilib gəlgan. Abdurishid xan çoğ hörmət bilan onun meyitini Altınlıq qəbristonligiga dəfn qiladi. Arabcha va Farischa tarixiy manbalarga asoslanganda Tarihi Rashidi nomli qimmatli tarixiy asar 1541-yildan 1546-yilgacha yozilib bo'lgan. Avtor bu 5 yil jarayonida bir tarafdan Kashmirda to'xtamay isyon ko'tarayotgan tog'liqlar va to'planchilarni tinchitsa, yana bir tarafdan qo'liga qalam ilib Uyg'ur tarixining 1300-yildan 1500-yilga qadar bo'lgan qismini qo'g'dab qolgan. Hindiston tarixchilari Abul Fazil bilan Firishta uning keyingi yillarga oid biroz ma'lumot berib mundaq degan. Haydar bu asrini Kashmirda hukm surgan mezgillarda yozdi. Kitobning nomini shu chog'dagi Saidiya hukmdori Abdurishid xonning ismiga bag'ishladi. Kitobning muallifining sarguzashtlari va o'z davridagi voqealar so'zlanadigan ikkinchi qismi 948 va 950 yillar, 1541 va 1544 yillarda uningdan burunqi va To'g'liq Temurning Hijriya 748 yili, 1347 va 1348 yillar taxtga chiqishidan boshlab Chag'atay sulolasining tarixi so'zlanadigan birinchi qismi bo'lsa, Hijriya 951 yili va 953 yillar, 1544 va 1547 yillarda yozilgan. Boburning e'tirof qilganidek muallif mukammal bir adabiy bilim olgan. Amaliyotda bu taraf uning asridanmi ma'lum. Haydarning kitobi yolg'iz uning yurtdoshlari orasida emas, boshqa mamlakatlardami, Hindiston va Eronlardami zo'r e'tiborga erishdi. Keyingi davrning jug'rofiya va tarix mualliflari 16-asrning voqealaridan so'z ochganda bu asarni material manbasi qildi. Uyg'urcha manbalarda Tarihi Rashidi haqida mundaq bayonlar berilgan. Mirza Haydar Koragan Kashmirni idora qilib turgan mezgilda, ya'ni 1541-yili Yarkand xonligining hukmroni Said xonning o'g'li Abdurishid xonning nomiga va uning ahvollariga atab Farischa Tarihi Rashidini yozishga boshlagan. Birinchi kitob rasmiy tarix 70 bobga bo'lingan bo'lib, To'g'liq Temirxon 1329-yillardan 1362-yillargacha ning dastlabki ahvolidan tortib, Abdurishid xon 1510-yillardan 1559-yillargacha shu davrgacha bo'lgan voqealiklar tafsili bayon qilingan. Ikkinchi kitob voqealiklar bayoni 117 bobga bo'lingan bo'lib, avtor o'zining kechirmishlari va ko'rgan anglaganlarini asos qilib, Bovusi Yunus xonning taxtga chiqib hokimiyat tutqunidan o'zining Kashmirda hokimiyat tutquniga qadar bo'lgan tarixiy ijtimoiy ahvollarni bayon qilgan. Umuman bu kitobga 200 yil ichidagi Sharqiy Turkistonning umuman O'rta Osiyo, Janubiy Osiyo rayonlarining siyosiy ijtimoiy ahvoli, madaniyati, din, urf-odatlari hamda jug'rofiyasi qatorliq ahvollari, shundaqla Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, Uyrat Mo'ng'ollari, O'rta Osiyodagi boshqa millatlarga munosabatlik tarixiy faoliyatlar so'zlanib, Mo'ng'ol xonlari va Do'g'lat jamiyatidagilarning Sharqiy Turkistondagi hukmronlik tarixi nuqtaliq bayon qilingan. Uningdan boshqa To'g'liq Temirxon islom diniga e'tiqod qilgandan boshlab, Mo'ng'ol hukmronlarining islom diniga e'tiqod qilishini yo'lga qo'yib, Turpan qatorliq joylardagilarni islom diniga e'tiqod qildirganlik tariximi bayon qilingan. Tarihi Rashidi O'rta Osiyo bo'libmi Tangri tog'larining janubiy va shimolining ayni mezgildagi tarixini tadqiq qilishda bevosita material bo'la oladi. U sharq mamlakatlarida keng tarqalgan bo'lib, har xil qo'lyozma nusxalari e'tiborlanib saqlanmoqda.
xalqimiz ichidimi uning turli qo'lyozmalari va tarjima nusxalari barliqqa kelgan. 18-19 asrlarda barliqqa kelgan Muhammad Sodiq Koshig'ari va Molla Muhammad Niyoz binni Abul G'afurning tarjimasi 19 asrning boshlarida Qashqarda tarjima qilingan, hozirgi Toshkentda saqlanayotgan yana bir nusxasi bizda barliqqa kelgan muhim tarjima nusxasidir. 1895-yili Angliyalik mashhur tilshunos, İran va O'rta Osiyo tarixini tadqiq qiluvchi olim Edward Denison rus tarjima qilgan inglizcha nusxasi nashr qilinib tarqitilgandan keyin bu asar G'arbiy Yevropadagi sharqshunoslar orasida zo'r ta'sir paydo qilgan hamda 1898-yili ikkinchi nashri nashr qilingan. 1972-yili qayta besilgan. Ana shu inglizcha nusxa asosida Xitoycha nusxasi